Assalomu alaykum, hurmatli Uzak News kanalının ko'ruvchilari. Bugun 6-iyunga qarata aqcha almashtirish bilan tanishib o'tamiz. Bizning kanalga qattiqlab like bosib qo'yingizlar. Kechki soat 4 bo'lib qoldi. Bu yoqda dollar 82, rubl bo'lsa 1.23. Bu kompanion bankda bo'lsa dollar 80,5 ga, rubl bo'lsa 1.23. Finka Bank, Eko Islamic Bank, Dostrada Bank, dollar tushib, rubl kichkina ko'tarildi. Bank Aziya, Bakay Bank. Do'stlar, bizning kanaldan alıştan like bosib qo'yingizlar. Baringizlarga iyilik. Salomat bo'lingizlar.